Assalomu alaykum, hurmatli tadbirkorlar. Samarqand shahar Xalq bankida ishlayman. Ismim Fazliddin, familiyam Jabborov. Bugungi kredit mahsulotimiz tezkor krediti bo'yicha bo'ladi. Tezkor krediti yuridik shaxslarga ajratiladi, ya'ni YTT va oilaviy korxona yuridik shaxslarga ajratiladi. Bunda xorijiy valyutada, ya'ni dollarda 11%dan, dollarda 12%dan, yevro valyutada 11%dan ajratiladi. Kredit oluvchiga qo'yiladigan talablar ko'chmas mulk va ishlab chiqarilganiga 5 yildan oshiq bo'lmagan avtomashinalarni qo'ygan holda ushbu kreditni olish YTT va MCHlar olishi mumkin. Bundan tashqari YTTlarga 30 ming AQSh dollarigacha ajratiladi. MCH oilaviy korxona, xususiy korxonalarga 250 ming AQSh dollarigacha kredit mablag'i ajratiladi. Kreditimizning foizi 12% bo'ladi. 36 oy jami 3 yilga beriladi. 36 oy bo'ladi. 6 oy imtiyozli davr bo'ladi.